Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Money City internetda pul ishlash kanali va bugungi videomizga xush kelibsizlar. Do'stlar, bugun sizlar bilan birgalikda internetda hech qanday sarmoya kiritmasdan, ya'ni sarmoyasiz va xohlasanglar sarmoya kiritib ham pul ishlashinglar mumkin, lekin основной pul kiritmasdan ishlaydigan bitta loyihadan pul yechib sizlarga isboti bilan ko'rsatib beraman. Shuning uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Videoga bitta like bosing hamda kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, biz bugungi videomizni boshlaymiz. Bizning bugungi videomiz mana shu Trompik saytida amalga oshiriladi. Bu saytni menimcha juda ham ko'pchilik biladi. Adashmasam karantin paytidan beri ishlab kelmoqda, ya'ni 5-6 yil bo'lib ketdi. Va hozirgacha ham men pul ishlab kelyapman. Bu yerga kirganimizda esa birinchi navbatda ko'rishimiz mumkin username o'ylab topamiz, email yozamiz, so'ngra esa 2 dona bir xil parolni yozib, so'ngra signal tugmasini bosish orqali biz birinchi navbatda ro'yxatdan o'tib olamiz. Avvalo ro'yxatdan o'tganlar login tugmasini bosib, bu joyga o'zingizlarning emailinglarni va parolinglarni kiritib, so'ngra esa login tugmasini bosish orqali hisobingizlarga kirib olishinglar mumkin. Men hozir o'zimning hisobimga kirib, sizlarga batafsil ma'lumot berib o'taman. Mana do'stlar, men o'zimning hisobimga kirib oldim va kirganimizda hisobimda ko'rishinglar mumkin 140 tronga yaqin pul bor, ya'ni 139 tron. Va bu o'zbek so'mida qancha bo'ladi deganlar uchun ko'rishinglar mumkin 139 tronimiz bizda 485 ming so'm, ya'ni 500 mingga yaqin pul bor ekan. Buni esa video davomida qanday qilib yechib olishni batafsil ko'rsatib beraman. Birinchi navbatda esa buni qanday qilib ishladim. Buni ishlash juda ham oson, ya'ni pastroqqa tushadigan bo'lsak, bizda levellar bor, ya'ni pastroqda ko'rishimiz mumkin Stone'dan boshlab bu joyda mastergacha levellar bor va bu levellarni o'yin o'ynash orqali oshirishingiz mumkin. Men hozir oshirib gold leveliga kelganman va hozirda men ko'rishimiz mumkin har soatda, ya'ni har 1 soatda men kirib, shunchaki men bu joyda claim tugmasini bossam, menga 0.25 trondan beradi. Ya'ni hozir sizlar bilan birgalikda bosib ko'ramiz, ya'ni claim tugmasini bosamiz va mana ko'rishinglar mumkin, pul berildi va bu joyda endi tepada 139 to'rida 139 7 tronga aylandi, ya'ni pullar qo'shildi. Xuddi shu tarzda yana men 59 daqiqa, ya'ni 1 soatdan so'ng yana kirib, xuddi mana shunday kapchani bajarib, claim tugmasini bir marta bosadigan bo'lsam, yana menga pul berilaveradi. Bu esa to'g'ri kam, ya'ni 0.25 tronimiz ko'rishimiz mumkin 872 so'm bo'lar ekan, bu to'g'ri kam, lekin degan joyi bor. Buni oshirishingiz ham mumkin, ya'ni o'yin o'ynash orqali siz platinumga chiqsangiz 1 trondan beradi, diamondga chiqsangiz 5 tron, masterga chiqsangiz esa 30 trongacha beradi. Bu qancha bo'ladi desanglar, mana 30 tronimiz ko'rishimiz mumkin 100 ming so'm bo'lar ekan. Bu atiga 1 soatda agarda sizlar master leveliga chiqsanglar. Juda ham oson. Ko'rdinglar, hech qanday sarmoyasiz o'ynash mumkin dedim. Bunga qanday qilib chiqamiz endi desanglar, ko'rdinglar, men hozir gold leveldaman va teparoqqa chiqadigan bo'lsam, ko'rishinglar mumkin, men umumiy o'ynagan summam bor, ya'ni 90 ming tron bilan men o'ynaganman. Ya'ni 1 tron qilib yoki 100 tron bilan o'ynab, jami xullas 90 ming tron bilan o'ynaganman. Va bu endi 500 ming tronga yetsa, ya'ni o'ynaganlarim miqdori 500 ming tronga yetsa, mana bu joy to'ladi, ya'ni 18% deb turgan joy 100% bo'lib to'ladi va men platinum leveliga o'taman. Xuddi shu tarzda. Buni esa qanday qilib o'ynaymiz desanglar, shunchaki mana bu joyda games tugmasi bor, mana shu bir marta bosib o'zingizlarga to'g'ri kelgan qaysi o'yinda bo'lsa ham o'ynashinglar mumkin. Men esa eng maslahat beradiganim mana bu joyda dice menyusi bor. Mana shu dice o'yinini o'ynab oshirishinglar mumkin. Ya'ni mana bu joyda biz mana bunday polni ko'k qo'yamiz va yutish ehtimolimiz 96% ga oshadi. Va mana bu joyga endi biz so'm yozamiz. Misol uchun 1 tron. Bundan oldin esa sizlarga ko'rsatib beraman. Mana hozirda o'ynagan miqdorim 90700. Точно 90700. Endi esa dice bir marta bosib 1 tron bilan o'ynaydigan bo'lsam, yutishim mumkin, yutqizishim mumkin, lekin yutqizsa ham menda boyaga keyingi levelga o'tish ehtimolim oshadi. Ya'ni roll dice tugmasini bir marta bosadigan bo'lsam, ko'rishinglar mumkin, men yutdim, ya'ni men bu joyda yashil bo'ldi, yutdim. Endi esa bu joydan chiqadigan bo'lsam, ko'rishimiz mumkin 90701 bo'lib qoldi. Xuddi shu tarzda xohlasanglar 100 tron bilan o'ynaylar, xohlasanglar 1 tron bilan, farqi yo'q. Mana shular yig'ilib ana shu keyingi levelga yetadigan bo'lishi kerak. Xuddi shu tarzda. Bundan tashqari esa men bu joyda pulni ham ko'paytirish mumkin. Dice bosib hech qaysiga tegmaysizlar, yutish ehtimolinglar 48% bo'ladi va endi men bu joyga hisob yozamiz. Misol uchun menda 140 tron qilmoqchiman deylik, hozir 0.3 tron yetmayapti. 0.3 tron bilan bitta o'ynaymiz. Ya'ni mana o'ynadim, yutqizdim. Endi esa 2 barobar qilib yana bitta o'ynayman. Yana yutqizdim, yana 2 barobar qilib o'ynayman, yutqizdim. Mana yutqizyapman. Endi esa yutdim. Ko'rdinglar, shuncha yutqizib, 4 marta yutqizib, oxirida yutganimda evaziga menga 140 tron bo'lib qoldi.
xuddi shu tarzda o'ynab pulinglarni ham ko'paytirib olishinglar mumkin. Men misol qilib ko'rsatdim. Mana bu joyda esa ko'rishinglar mumkin. Men 0.3 tron bilan boshladim. 0.6, 1.2, 2.4, 4.8 qilib oxiri yutdim. Endi qaranglar. Yana bir narsa bor. Mana bu joyda 3 ta chiziqchani bosadigan bo'lsanglar, games tugmasi bor. Ya'ni hozir o'yin o'ynash menyusi. Bundan tashqari contest tugmasini bir marta bosadigan bo'lsanglar, sizlar qandaydir misol uchun aytaylik, sizlarda o'zinglar mana men 10 tron bilan o'ynayman, 10 tron o'ynadik. Referallarim esa 20 tron o'ynabdi. Men ko'p referal taklif qilganman. Referallarim 20 tron bilan o'ynabdi. Biz esa 10 tron bilan. Va agar biz ko'proq tron bilan o'ynasak, biz mana bu joyda nima deydi, konkursga o'xshagan narsa bor. Ya'ni mana bu joyda ko'rishingiz mumkin warning contest. Ya'ni mana shuncha odam 20 ta top eng ko'p tron bilan o'ynagan 20 ta odamni saralaydi va ana shularga bonus beradi. Misol uchun men 10 tron bilan o'ynayman. Agar men 10 emas, 213 ming tron bilan o'ynaganimda menga har haftada 550 trondan berar edi. Pastroqda esa ko'rishingiz mumkin. Bu referallar, misol uchun meni referallarim 20 ming tron bilan o'ynabdi va bular agar 43 ming tron bilan o'ynaganda menga qo'shimcha 290 tron berar edi. Xuddi shu tarzda bu yerda konkurslar bor. Endi esa 3 ta chiziqchani bosib, bu joyda depozit tugmasini bosib ko'rishingiz mumkin. Depozit bu nima? Depozit bu saytga o'yin o'ynash, ya'ni levelni oshirish, tezroq oshirish uchun pul kiritishingiz mumkin, ya'ni tronda. Misol uchun bizga tron manzil beriladi mana bunday tarzda va mana shu manzilni nusxalab olib, xohlasak Binance, Bitget, Trust Wallet, xohlagan kripto kошелегimizdan pul o'tkazib borishimiz mumkin. Agarda sizlarga mana shu sayt uchun pul kiritish kerak bo'lsa, Telegram orqali menga aloqaga chiqsangiz, men sizlarning hisobinglarni to'ldirib berishim mumkin. Ya'ni kanalimizga kirasizlar va mana bu joyda Money City degan tugma bor. Mana shuni bitta bosadigan bo'lsanglar ko'rishingiz mumkin. Bizni Telegram kanalimiz bor. Hamda reklama yoki murojaatlar uchun esa mana adminimni kontakti ham qo'yilgan. Xuddi shu tarzda. Bu yerda esa oxirgi pul kiritganlarimni ko'rib borishingiz mumkin. Oxirgi marta men 6 oy avval pul kiritgan ekanman, unda ham 33 tron. Bundan tashqari men 1 yil ko'p kiritmaganman. Asosan men mana shu o'zim o'ynab, undan tashqari men videolar qilaman. Ana shu orqali men pul ishlayman. 3 ta chiziqchani bosamiz va bu joyda endi Wizdraft tugmasi bor. Wizdraft tugmasini bir marta bosadigan bo'lsak, bu nima? Ya'ni bu pul yechib olganlarimiz. Ko'rishimiz mumkin, men pul yechib olganman juda ham ko'p, yetarlicha. Oxirgi marta 8 kun avval men 90 tron pul yechib olibman. Bu 25 dollarni tashkil etar ekan. Undan tashqari 15 kun avval men 98 tron, bundan tashqari 56, 11 dollar, 19 dollar va juda ko'p pul yechib olganman. Mana bu joyda esa ko'rishimiz mumkin, turist tronlab, ya'ni 114 dollarni tashkil etar ekan, 84 dollar, 105 dollar, xullas juda ham ko'p pul yechib olganman. Hozir ham sizlar bilan birgalikda pul yechib olib ko'ramiz. Ya'ni mana bu joyda Wizdravel adres degan joyga o'zimizni Tron Tarki 20 adresimizni yozib olamiz va bu joyda endi ko'rishimiz mumkin minimum Wizdravel. Ya'ni eng kam pul yechish 7,5 dollarni tashkil etar ekan, xolos. Oldin bu 15 dollar edi, hozir esa 7,5 ga tushirib qo'ydi. Ya'ni tezroq, ko'proq pul ishlashimiz uchun. Endi Wizdravel adres qilamiz. Ya'ni bu joyda endi biz o'zimizning manzilimizni yozib olamiz. Buni esa biz Bitget ilovasi olishimiz mumkin. Mana do'stlar, Bitget ilovaga kirdik va bu joyda endi men ro'yxatda o'tganman. Hozirda 1200 so'm pulim bor, xolos, umuman pul yo'q. Mana bu joyda esa aktiv degan tugmani bir marta bosib pastdagi o'zimizdan pul kiritishimiz uchun manzilimizni olamiz. Mana bu joyda esa Spotiviga o'tamiz. Spotivi hamda bu joyda endi biz qo'shish degan tugma bor. Mana shu qo'shishni bir marta tanlashimiz kerak. So'ngra esa kripto depozitni tanlaymiz va tepaga yozamiz TRX, ya'ni Tron. Yozamiz, so'ngra esa bizga manzil beriladi. Mana tayyor TBX bilan boshlanadigan, shuni biz nusxalab olamiz va tayyor. Endi esa bu joyda Wizdravel adres degan joyga kiritamiz. So'ngra esa qancha pul yechib olmoqchi bo'lsak, shuni yozamiz. Wizdravel amount degan joyga. Men esa maksimal qilaman, ya'ni hammasini yechib olmoqchiman. Va bizda ko'rishimiz mumkin transaction fee, ya'ni bizda komissiya oladi 0,1 trongina xolos, qancha yechib olsak ham. Endi esa biz Wizdraft tugmasini bir marta bosadigan bo'lsak, tayyor bizning pullarimiz mana ko'rishimiz mumkin, yechib olindi va bizga ham cheki ko'rsatiladi. Ya'ni 140 tron pul ketdi va bu so'mda esa ko'rishimiz mumkin 40 dollar bo'lar ekan. 40 dollar уже bizga pul yuborildi. Endi esa bu pending deb turibdi, bir necha daqiqada pul kelib tushadi. Uni ham men sizlarga ko'rsatib beraman. Ya'ni bu joydan chiqadigan bo'lsak, men bu joyga kiramiz va hozir bir necha soniya ichida bizning hisobimizga pullar kelib tushadi. Uni ham men sizlarga isboti bilan ko'rsatib beraman, videoni to'xtatmasdan. Endi qaranglar, yana bir ikki menyulari bor. Misol uchun
bu surveys kerak emas. Affiliate tugmasi. Affiliate tugmasi orqali biz referral link olib, uni do'stlarimizga yuborish orqali biz pul ishlashimiz mumkin. Ya'ni do'stlaringiz pul kiritishdan emas, do'stlaringiz taklif qilasiz, do'stlaringiz kiradi, sarmoyasiz, ular ham har soatda pul oladigan bo'lsa, ana shuni 50% gacha bizga berishadi. Bundan tashqari, mana bu joyda gift, bu sovg'alar, bu kerak emas. Setting tugmasi eng kerakli joy mana shu. Setting tugmasini bir marta bosadigan bo'lsak, biz birinchi kirganimizda mana bunday tarzda emailimiz bo'ladi va mana bu joyda email verified degan yozuv turadi. Ana shuni biz bir marta bosib, so'ngra esa emailimizga xabar borgandan keyin ana shuni ham bir marta tasdiqlab qo'yib, hisobimizni tasdiqlashimiz kerak. Ya'ni verifikatsiyadan o'tkazib qo'yishimiz kerak. So'ngra esa bemalol ishlab ketaveramiz. Endi qaranglar, 3 ta chiziqchani bosamiz va kontakt orqali adminlariga bog'lanishimiz mumkin. Language, ya'ni men yozilishcha o'qib beryapman, ingliz tilidan zo'r emasman. Mana shuni bir marta bosib, bu joyda tillarni tanlashimiz mumkin. Misol uchun rus tili, boshqa o'zbek tili ham bor, mana ko'rishimiz mumkin. O'zbekchani bir marta bosib, o'zbekcha ham qolishimiz mumkin. Mana hammasi tayyor. Endi bizda aloqa, til, hamma yo'q tayyor. Endi esa faucet tugmasini bir marta bosib, biz mana ko'rishimiz mumkin. Har soatlik faucet degan tugmani pastroqqa tushib, yana 1 soatdan so'ng biz bonuslarni olishimiz mumkin. Endi esa Wizraf pul yechish tugmasini bir marta bosib ko'rishimiz mumkin va bu boyagina qayta ishlanmoqda deb turibdi. Va bir necha daqiqadan so'ng bizning hisobimizga pul kelib tushadi. Bir marta yangilaymiz va hali kelgani yo'q. Xo'p. Endi qaranglar. Hammasini men sizlarga tushuntirib bera oldim degan umiddaman. Agar hisobingizga pul kiritmoqchi bo'lsanglar, buni qanday qilamiz desanglar, shunchaki 3 ta chiziqchani bosib, mana bu joyda deposit degan tugma bor, mana shuni tanlaysizlar. Va so'ngra mana shu esdan chiqib qolibdi. Bizga adres beriladi, mana bu adres. Bunga esa biz pul yuboramiz. Pul yuborish uchun agarda sizlarda hisobingizda Tron yo'q bo'lsa, ya'ni hisobingizda pul yo'q, bunga yuborish kerak. Qanday qilib desanglar, agar o'zingizlar bilmasanglar, bemalol Telegram orqali menga aloqaga chiqsanglar, men sizlarning hisobingizga pul o'tkazib beraman, sizlar esa meni Uzkart yoki Humo kartamga pul tashib berasizlar. Ya'ni sizlar meni hisobimga 100 ming so'm pul tashib berasizlar, so'mda men esa sizlarni ana shu 100 ming so'mni Tronga obmen qilib, men sizlarni sayt hisobingizga tashib beraman. Ya'ni obmen qilish orqali. Men esa mana ko'rishimiz mumkin, birinchi marta emas, juda ham ko'p marta pul kiritib yurganman, ya'ni yaxshi bilaman. Xuddi shu tarzda. Endi esa mana ko'rishimiz mumkin. Videoni to'xtatmadim atinglar, vaqtni ozgina cho'zib turdim, rozi bo'lib qo'yasizlar. Bizning hisobimizga 139.9 Tron kelmoqda. Nimaga 140 emas? Chunki 01 Tron bizdan komissiya olishi kerak edi. To'ppa-to'g'ri. Qayta ishlanmoqda deyapti. Bir necha soniyada bu kelib tushadi. Mana bu joyda esa ko'rishimiz mumkin. Pul yechishda bir marta bosadigan bo'lsa, completed bo'lgan. Ya'ni mana ko'rishimiz mumkin, bajarildi. Ya'ni 4 daqiqada уже bizning hisobimizga $40 pul kelib tushibdi. Ya'ni 4 minutda $40 pul ishladik. Xuddi shu tarzda. Endi esa bir marta bo'lsa, bu joyda ko'rishimiz mumkin, yangiladi va bizning hisobimizda $40 уже pul bor. Zo'r, ya'ni 487 ming. Hech qanday sarmoyasiz. Sizlar ham ishlashingiz mumkin. Hammaga omad, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Bizning YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, xuddi mana shunday tarzda sarmoyasiz pul ishlash videolarini o'tkazib yubormaysiz. Hammaga rahmat, sog' bo'ling.